Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube muxlislari. Mana Surxondaryo Sherobod qurilish magaziniga keldik. Oboy lustra narxlarini bilish uchun hamda hozir yangi oboylarni narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamadingizmi? Bir obunachilarga mana oboylar narxlarini, hozir yangi chiqqan oboylarni, moyishli oboylar narxlarini bir aytsangiz. Mana bu gullik variantiga ustaka, mana bu gullik varianti. Hammasi moyish, super moyish. Mana bu artmonlar mana bu. 190. Mana qasanlar mana bular bor. Gulsiz varianti. Bular ham bor mana bu. Mana super moyish bo'ldi. Mana bu artmonlar. Mana bular pol moyish oboylarimiz. Modern degan firmasi Toshkentda ishlab chiqariladi. Texnologiyasi Germaniya, bundan sifati yaxshi, pol moyish bo'ladi. Bular gullik varianti ham bor, gulsiz varianti bor. Keyin patologga ishlatiladigan variantlari ham bor mana. Har qanday bor. Patolog ishlatiladigan qanchada? Bular ham shu 150 ming, 140 ming, 130 minggacha beraveramiz. Kelishtirib beraveramiz hammasini. Keyin patologning o'zini oboylari ham bor. 25 metrlik mana bu. 250 mingligi bor, 200 mingligi bor, modernligi bor. Bu stenaniki bu. Stenaga yopishtiriladi. Stenaga ishlatiladi. Samakleshi 3D degan narsa bu. 1.55 ming, 50 minggacha qilib beramiz. 5 metrlik bu keladi. 5 metrlik kvadrat bu keladi. Yana qandaylari bor. Mana bu yerda moyish oboylarimiz bor. Bular super moyish oboylar, adlitonlar. Xohlovchilar adliton oladi, xohlovchilar gullik oladi mana shulardan hammasidan bor. Bular hammasi moyishni, bular super moyish degan. Men mana bu artmoq. bo'ladi degan narxini necha puldan qilib berasiz bular? Shunga qarab shu do'konga keladi. Narxlar har xil, sifatida mana bu ham bor. Bu ham oboy, bu ham moyish oboy Xitoyniki. 180, 170 ming, 165 minggacha ham qilib bera olamiz oboylarimiz asosan. Bular sifati yaxshi, har qanday variantlar bor. Keyin mana bunday oboylarimiz bor. Bular super moyish. 200 ming, 190 ming yerga. Bulardan ham 180 minggacha bera olamiz. Bular Rossiya, ha? Yo'q, Xitoydagi super moyish. Ha, super moyish oboylar. Endi bu lustralar necha puldan bo'layapti? Lustralar mana bunday donaliklari bor. 150 ming donallar, qisqaradi, uzayadi mana bular. 3 ga 4 xonalarga to'g'ri keladi. Keyin mana bunday 3 taliklarimiz bor, mayda xonalarga, katta patron lustralarimiz bor bular. 300 ming, 280 ming, 250 minggacha ham bor. Lustralarimiz ancha arzon turi bilan bor. Mana bular bor, nimalar? Qonunchilik deydi bular. Bular ham yaxshi. 70 ga 30. Bular 700 ming, 650 minggacha. Mana bular 900 ming, 850 mingdan. Bundan keyingi variantlarimiz. 75 lik lustralarimiz bor, katta. 1 million 300 ming, 1 million 250 minggacha mana bular bor. Ularning har xil varianti bor. Mana mayda variantlar bor. Mana shular necha pulda mana shular hozir? O'rtachada variant. Mana bular 350 mingligi bor, 250 mingligi bor bularning. Bularni ham kelishtirasiz hamma. Mana undaylar bor, 400 ming, 350 ming desiz xonalarga, sparli xonalarga. Qarang, ham ichi yonadi, ham diodlari yonadi, ham lampochka yonadi bular. Shunday. Bolalar xonasiga mana bunday lustralarimiz ham bor, mana bular ham yaxshi. Bular ham 450 ming, 400 ming, har bularni kelishtirib beraveramiz. Qarang, 3 xil, 4 xil yonadi. Juda chiroyli bo'lib yonadi bular ham. Mana shunday. Hurmatli obunachilar, mana shu Sheroboddagi qurilish magazin, Suzani magazinga kelsalaringiz sifatli kelishtirib beradi narxlarni. Mana bular necha puldan aka hozir? Bu samaklesh 3 metrga 120 sm. 250 ming, 240 ming. Buning kiliyi o'zida, shikadorgan o'ziga ham yopishadi, ha bu? Mana shunday qarang. Misol uchun buni o'tiradigan xonalarga 60 sm fanelga yopishtirib, ustini oboy qilib yopishtirsa ham bo'ladi. Shunday bo'ladi. Keyin televizor taraflarga qilsa bo'ladi bundan. Fasonlar, rebrolari bor buni, chetga qo'yiladigan rebrolari bor. 55 ming, 50 ming turadi. 3 metrlik rebrolar. Jiyaga qo'ysa ham bo'ladi. Mana chetiga qo'yiladigan narsalar mana shular. 55 ming dedingizmi? 55 ming, 50 ming shunday. Shunday shaklda. Mana chiqadi.